yerning ham nafasini, yurak urishini eshitsa bo'ladi. Eshitilmaydi-ku. Go'dakmizda, go'dakmiz. Go'dak ona sinasiga yopishib emishni biladi. Uning nafas olishi-yu, yurak urishi bilan ishi yo'q. Siz ham go'dakmisiz, bobo? Kulib so'radi Azimjon. Ha, men ham go'dakman. Mana bu yaylovlarda yalang oyoq shabnam to'pib yurgim keladi. Maysalarda chaqaloqda yumalagim keladi. Qurbim kelsa, yer yuzidagi jamiki yo'llarni yayov kelib chiqardim. Kapalak qanotiga yoki biror oddiy bargga uzoq tikilib qaraganmisan? Gulni hididan taniysanmi? Uzumning xillarini sanaganmisan? Hammasini ko'rib to'yish, hammasi bilan xayrlashish kerak. Bobo jim qoldi. Azimjon bilan shofir bola ham anchagacha indamay yurdilar. Bobo davom etdi. Agar men yozuvchi bo'lsam, butun umrimni bittagina kitob yozishga sarflardim. Bu qanday kitob, bobo? Xayrlashuv kitobi. Tabiat bilan, uning husni ko'rki, ulug'vorligi bilan barglar, gullar, to'rg'aylar, chashmalar, yulduzlar, sahrolar, jamiki go'zalliklardan to'yib, xo'rsinib, yig'lab xayrlashuv kitob. Shunday kitob yo'q, bolam. Shunday kitobni yozgan odam bearmon ketardi. Ha, sizlar, bu dunyoga kimlar kelib ketmadilar? Kimlar armon bilan o'tdilar? Kimlar o'zlaridan yaxshi nom qoldirib ketdilar?